Hozir biz Shovot tuman markaziy dehqon bozoriga keldik. To'y sezoni boshlandi. Shovotda to'y qilish uchun necha so'm rasxod ketadi? Qarasa biz bilan ketdik. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Do'mboqlarni nechadan bo'lib turibdi? 25 ming so'm. Ha, bular domashniy. Domashniy ham 25 ming so'm. To'qchilar sezoniga yetibdi hozir, shular davri keldi. Qarang, hozir biz bir tema bo'yicha bozorga kirib keldik. Hozir to'y sezoni boshlandi. Shovotda aynan bir to'y qilish uchun necha rasxod ketadi? 150 milyon, 200 milyon ketadi. Rahmat, sog' bo'ling. Uyindiq go'shtlar ham bor ekan bu yerda. Apka, uyindiq go'sht nechadan bo'lib turibdi? 43 dan sotamiz. 43 dan? Qanoti 38 ming so'm. Qanoti 38 ming so'm. Go'sht o'rniga ketaveradi hozir vaqtda. To'ylarga ketadingmi? Bir to'y necha so'm bilan to'yasa bo'ladi? Taxminan. Naqaridan kelish. O'rtacha. 150 chiqar o'rtacha. Anor, olma, uzum hammasi bor ekan bu yerda. Nechadan bo'lib turibdi uzumlaringiz? Uzumlar 20 dan, enorlar 15 dan, olmalar 8 dan. To'yga kerakadi-da. To'y sezon boshlandi. Bir to'y necha rasxod ketadi? 100 million bilan. 100 million bilan qilsa bo'lading. Bonalar necha bo'lib turibdi bu? 23 dan bonalar. Pomidor 10 ming so'm. Tuxumlar nechadan bo'lib turibdi? 1300 dan tuxumlaring ko'proq olsa kelishaverasang. Qarang, hozir bu to'y sezon bo'lib turibdi-da. Shovotda bir to'y necha bilan aylanadi? O'rtacha 100 dan ziyod ketadi, 170 dan. Yana bir yeri bor, masalan, bozorga keladigan bo'lsak, qisintirib turgan narsa bozorni teng yarıdan ikkiga bo'lingan, lekin yarısı 1 yil bo'ldi. Haligacha shu bilan to'xtab qoldi. Iltimos qilib o'tamiz, shu mutasaddilar ko'rib chiqib turib, shu bozorni tezlashtirib bitirib bersalar, sotuvchilar bu qulaylik yaratib bersalar. Bu yerda qozon o'choqlar bor ekan. Nechadan bu qozon o'choqlaringiz? Qozonlar durushi 1 million 100. To'ylar ham ketadi-da, bang. To'y qozon, yem qozon nimasi bor? Sizga bir kichkina savol bor. Bir to'y qilish uchun o'rtacha necha so'm rasxod ketadi? 120-150 million bilan aylanadi. O'rtacha aytib berganda to'y kesasiz. To'y uchun qozonlarimiz bor, mollar ham 1 kilogramdan tortib, shu 80 kilog qozonimizgacha bor ena. Yaxshi, o'zi qalin pul necha o'tibdi, bilasizmi? 35-45 atrofi bor. Videomizni yakunlayotgan vaqtimizda kelib qoldi. Amoda siz tadbirkor bo'ladigan bo'lsangiz yoki hunarmand bir ish bilan shug'ullanadigan bo'lsangizlar, pul mablag'i kerak bo'ladigan bo'lsa, Fortuna Biznes tavsiya qilaman. Fortuna Biznesda siz 50 milliongacha kafilsiz, garovsiz kredit olib bilishingiz mumkin bo'ladi.